Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bloger Xannaning turmush o'rtog'i yaqindagina ajrashganiga qaramay, kutilmaganda to'y boshladi. U aktrisa Zarina Yo'ldoshevaga uylanayotgan xabarlar tarqaldi. Azizlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Kanalimizni qo'llash uchun like bosib qo'ying. Bu bizga suv va havodek zarur. Bloger Xannaning turmush o'rtog'i o'z Instagram sahifasida unashtirilganini ma'lum qildi va unashtirilgan qizi bilan video joyladi. Ko'plab muxlislari Zarina Yo'ldosheva bilan baxtli bo'ling degan izohlar qoldirdi. Ma'lumot uchun, Xannaning eri o'z turmush o'rtog'ini yuzini ko'rsatmadi. Ammo ko'pchilik uni Zarina Yo'ldosheva ekanligini aytmoqda. Bunga sabab uning ko'rinishi, ko'p jihatlaridan Zarina Yo'ldoshevaga o'xshagani va Xannaning eri Instagram sahifasiga har xil sovg'alar joyladi. Ko'p o'tmay Zarina Yo'ldoshevada xuddi shu gullar va sovg'alar Instagramga "Rahmat hayotim" degan izohlar bilan joylandi. Hozircha Xanna bu yangilikka hech qanday fikr bildirmayapti. Ammo kuzatishlar natijasida shuni bildikki, Xanna ancha tushkun holatda. Yaqin orada Xannadan turmush o'rtog'ining to'yga munosabatini kutib qolamiz. Shov-shuvli yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling. Kanalimiz uchun o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Kanalimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, bir dona like bosib qo'ying. Oldindan rahmat.